Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 98-sura Beyyine. Medine'de nazil bo'lgan 8 oyat. Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Ahli kitobdan kafir bo'lganlar va mushriklar o'zlariga ro'shan dalil kelganga qadar kufrdan ayriluvchi bo'lmadi. O ro'shan dalil pok sahifalarni tilovat qilib turadigan Alloh tarafidan kelgan payg'ambardir. O sahifalar to'g'ri ahkomlarni o'z ichiga olgan. Kitob berilganlar faqat o'zlariga ro'shan dalil kelgandan keyin ixtilof qilishdi. Ular faqat ibodatni Allohga xolis qilgan, haq dinga e'tiqod qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga buyurildi, namozni ado qilishga, zakotni berishga buyurildi. Ana shular to'g'ri dindir. Ahli kitobdan va mushriklardan kafir bo'lganlar haqiqatan do'zaxga kiradi. Do'zaxda mangu qoladi. Ana shular maxluqotlarning yomonidir. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlar ana shular maxluqotlarning yaxshisidir. Ularga Parvardigorning dargohida beriladigan mukofot, ularning turar joyi bo'lgan, ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardirki, ular jannatlarda mangu qoladi. Alloh ulardan rozi bo'ladi, ular Allohdan mamnun bo'ladi. Buningga Parvardigoridan qo'rqqan odam erishadi.